Hozirgi kunda ko'p kuzatyapmiz, internetda ham ko'p chiqyapti. Bemorlar doktorlarni uryapti yoki shikast yetkazyapti. Shunaqa holatlar sizda bo'lganmi yo'qmi? Nima deysiz o'zi shunaqa holatlarga? Nima sababdan bo'lishi mumkin? Alhamdulillah bunaqa holat mana kuzatilmagan. Endi bu holatda bitta ma'lum bir faktor bilan buni ayblab bo'lmaydi. Har doim nima deydi? Klient всегда прав deydi-ku. Ya'ni bemor har doim haq deydi. Shu tomoniga men sal yon bosaman, chunki bemor o'z nomi bilan bemorda u salom bo'lib bormaydi shifokor oldiga. Ya'ni yo ota-onasi, yo farzandi yoki aka-ukasi olib boradi-da, ozgina agressivniy bo'ladi. Ozgina. O'sha agressivni hisobga olib muomala qilish kerak ularga. Yo to'xta, sen menga baqiryapsan, menga qo'pol gapiryapsan deb unga teng bo'lish kerak emas demoqchiman-da. Chunki u kasal bo'lib ketdi-da. To'g'ri, psixik kasal emas. Lekin yaqin jigar kasal bo'lgandan keyin ozgina agressiya bo'ladi, ozgina-da. Ma'lum birlarida, hammasida ham emas. O'shalar agressivniy savol bilan qo'pol muomala qilinsa, hisobga olib javob berish kerak-da. Bular bemor agressiyasi o'sha kasal hisobiga bo'lishi mumkin deyish kerak-da. Lekin to'g'ri javob berish kerak. Bu bitta faktor. Ikkinchi faktor ko'pincha o'sha chetda bo'ladi, ya'ni poliklinikalarda, davlat klinikalarda ko'proq bo'ladi. Ilmsizlik biroz. O'sha shifokorni yoki masalan tibbiy xodimni deylik, ilmsizligi, tajribasizligidan o'sha bemor bilan shifokor o'rtasidagi kelib chiqqan holatni bilaman, ya'ni noto'g'ri tashxis, noto'g'ri davo va asorat. Albatta bu o'rinda biz faqat shifokorlar emas, ma'lum bir o'rta tibbiy xodimlarni ham hisobga olishimiz kerak. Chunki davolash paytida hammasi shifokorlar emas, o'rta tibbiy xodimlar ham amalga oshiriladi. Ukol deymiz, muolajalarni hamshira yordamida qilinadi. Ba'zida hamshira o'zi qiladi. Ya'ni ukol. Bemor keldi, shifokor tashxis qo'ydi va uni ukollarini tabiiyki o'rta tibbiy xodim, ya'ni hamshira bajaradi. Lekin hamshira noto'g'ri qo'llangandan bu yerdan doktor aybdor emas. Proba noto'g'ri qo'ygandan, ukol noto'g'ri qilgandan aytmoqchi bo'lgan narsam, o'sha holatga ba'zi holatlarda hamshira aybdor bo'ladi. Bu narsani o'sha kelgan, ya'ni agressivniy deymiz yoki masalan qo'pol muomaladagi bemor to'g'ri tushunmaydi-da. Hamma ayb shifokor deb shifokorga yopishadi. Albatta, o'sha shifokor bilan bemor o'rtasidagi har xil holatlar bitta taraf ayblab bo'lmaydi. Hozir aytib o'tganimdek, har xil holatda bo'lishi mumkin. O'shaning uchun buni holatda, ya'ni ba'zi holatlarda bemor, ba'zi holatlarda shifokor, ba'zi holatlarda hamshira aybdor bo'ladi. O'shaning uchun ommasiga bu yerda shifokor aybdor deyolmaymiz, ommasiga bemor aybdor ham deyolmaymiz. O'shaning uchun har qanday holatda ham shifokor og'ir bosiq va bemorni his qila olish kerak.